yengisi keldi. Ko'ramiz sizlar bilan. Prisoskani sifati zo'r kelgan. Victor Top'dan 300 ming so'm, 150 kilogramgacha ko'taradi. Mana bitta bosib ishlashini ko'ryapsizlarmi? Mana buni qaranglar. Endi buni ruchnoy mexanizm shart emas, bosib turishinglar, kachat qilishinglar shart emas. 200 kilogramgacha ko'taradi. Keysda bo'ladi. Bu ham keysda bo'ladi. Bunisi endi taxmin qilinglar necha kilogram. Bu kattaroq ekan, qaranglar. Necha? 300 kilogramgacha ko'taradi. Narxi 550 ming, 490 ming, 300 ming so'm. Bular ikkalasi keysda bo'ladi. Kafilchakalarga yuborib qo'yasizlar. Mana bu yerda dubl o'tirgan, yengisi, o'sha sizlar xohlayotgan, tez buzilib qolmaydigan 90 minglik, 100 minglik variantlardan charchagan akalarimiz uchun zo'r kelgan. Narxi 330 ming, mana bunisining narxi 300 ming so'm chiqdi. Lekin uchlarida mana ko'ryapsizlar boshqacha, teshiklari ham katta va mexanizm zapas bor ekan bu yengichasi. Buni narxi 300 ming so'm mana. 300 mingga 330 ming so'm. Qizili eng kuchli varianti bo'ladi. Mana qaranglar, oldi taraflarni. Endi ichidagi mexanizmlarda, prujinkalarda farq bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu yengilliklarimizga keldi. Like bosib qo'yasizlar.